Gap qilanga gap qilmaysiz-ku. Kim u deyapti-ma? Nima ish qilyapsiz uning bilan bu yerda? Qarang. Men siz bilan bir chiroyli paranglashma deb mashinaga chiqdim. Bunda vaqirab yursangiz qanday paranglashma? Ma'qul. Men o'zimni besib olib paranglashay. Lekin savolim o'zgarmaydi. Kim u? Kim u deyapti-ma? O mening ayolim. Ben sizni chaqchaq qiling demadim, rost gap qiling deyapti-ma. Qarang Aliya, men sizga chaqchaq qilmadim. O mening ayolim bo'pla qolmay, ya'ni mening balamning onasi. Tushundingiz? Mush necha kundan o'zi telefonni olmay to'yingizni qilib oldingizmi? Ma'qul. Ayolingizmi deb turaylik. Lekin men balning gapini qilibchi, yolg'on gap qilayotganligingizni tushuntirib qo'yapsiz. Qarang. Men sizga bundalam tushundiray. Men sizni burundan aldab kelgan. Sizni emas, nurg'unlagan qizlarni burundan aldab kelgan. Tushundingiz? Men bundan keyin aldamayman. Men odam bo'lmoqchi. Men burun xatoliklarımı tuzatmoqchi. Meni odamdek yashig'ili qo'ying. Shunga bundan keyin meni izdiman. Ha? Men sizni izdimayman. Pek nomussizkensiz. Adam emaskensiz. Adam emaskensiz. Qarang Aliya. To'g'ri. Men nomussiz. Men burun odamdim. Men ilojisiz odam emas bo'lib qolgan. Bundan keyin men qayta boshdan o'zgarmoqchi, odam bo'lmoqchi. Shunga meni odamdek yashig'ili qo'ying. Tushundingizmi? Men faqat sizni ash burun qizlarga o'xshash aldab qo'ygan. Menga o'yinga hamroh bo'ldi. O'ynab o'zi ketib qoldi deb o'ylagan. Ammo o'ylamagan yerdan siz menga ko'ngil berib soldingiz. Men hozir bu yerda faqat hech nima deyolmayman. Kechiring. Xapamang deya olayman xolos. Xapama? Ma'qul. Men u xapamasman. Men u sizni kechiraman. Hamiz qusqumdagi baliqchi. Men baliq qanday qildi, baliq qanday kechirdi? Nima dedingiz? Bala? Siz zaten nim demekçi? Siz bek aqlliqdingiz-ku, mening nim deyotganimni tushunmayapsiz? Aliya, astoydil javob bering. Bu bala meningmi? Sen bek nomussizkensan. Aliya, men sizga bir ishni eskartib qo'yay. Men bu baladan voz kechmasam bo'lmaydi. Bu balani olsam bo'lmaydi, tushundingizmi? Uxlab tushing. Aliya! Nomussiz. Aliya! Adam emas. Sen chiqib bara sherkit bilan to'xtamni tuzitib kelgin. Sizningcha 24 soatlik tanlab bozorining qaysi shartga vakolatchiligini olsak bo'lar? Qancha yarnikini olib shuncha yarnikini olamiz. Bu biz bunday qilsak sun ko'may turib ishdan chiqqandek bo'lib qolmamdi. Avval biror sherning vakolatchiligini olib bo'lgandan keyin sud ahvol qarab ish tutmamdi. Hech qisi yo'q. Nima ishqa? Qara. Biz ko'rayotgan narsalar o'xshash shundaq-ku. Lekin bizning bu narsalarga bo'lgan ko'z qarashimiz, tushunchimiz o'xshamaydi. Shundaqdir. Nurg'un tijoratchilar o'zi intayin to'g'ri tafakkur qilyapman deb o'ylaydi. Amaliyot ular ko'nrab qolgan tafakkur qilish uslubini qaytalaydi xolos. Faqat
az bir qism odamlar to'g'ri tafakkur qildi. Qolganlar shuning agishidi. Shunga biz ularni nimkash odam deymiz. Men seni ash nimkash odamlardek bo'lib qolmasligini umid qilaman. Lekin boshliq, bu gaplarning to'xtamishi bilan nima munosabati? Albatta munosabati bor. Biz hozir o'sha Barayning 24 soatlik talla bozorining gapini deyishyapmiz-ku. Sen buning ahamiyatini tushunib yetmading. Lekin men bu Baray şirketining 24 soatlik talla bozorining kelgusini intayin parlaq bo'lganligini tushunib yetdim. Mana bu ikkimizdagi farq. Shunga men sen qurgan şirket emas, sen men qurgan şirket ishlayapsan. Boshliq, men sizga rost gapni siz bu ish hissiyatini solashtiryapsiz. Tixinbek iniqim deb bilsam, siz sabadiyan qizlar uchun ham mushtaq qilyapsiz-ku deyman. Men faqat ziyon tortib qolmayli deb o'ylayaptim. To'g'ri dedim. Men sabani yaxshi ko'raman. Intayin yaxshi ko'raman. Lekin tijoratga muhabbat alashtirib olsak bo'lmaydi. Xatolashdim. Tijorat muhabbatdan, muhabbat tijoratdan ayrilmaydi. Bu ikkimizga farq. Bo'ldi. Boshqa shumsa ber to'xtam tuzilib kel. Bo'ldi. Deganingizdek olsun. Sodiqqa. Yaxshi. Hamishlar joyida. Hazırlama. Aşınçola alırışma. Ma'qul. Hazır o'tay. Hey, bu qayg'ıvatıdı. Barayning tamaq-tamoqda akab beralami? Akab beralami? Barayning tamog'ingizni osmondan pichoq yaqsimi akab beradi? Shundami? Shunda. Sizning iningizga bormi? Güldürmami yomg'irdim mağımı. So'mkamga mekkem silib tamog'ingiz. Qish yoz so'g'uqdim mağımı. Mayli uzun mayli qisqa musafda. Har vaqt sizga mulozimmatda. Mayli biz mayli menga giyadi. Bir demde ayal bulmay barım men baray, tez baray, çok baray. Yanımızı qamını men baray, tez baray, çok baray. Baray. Sodiqqa, bu men dasturxon salsam bo'ldi, mendan birinchi ketdingizda. Onda dema afkam. Sen saldın, men saldın deydigan gap yo'q bu yerda, ha? Öz vaqtida men mo'sining dadang bilan munoati yaxshi o'tgan, urug' tuqqanda qarindoshdak. Unda takalluf gaplarni qilma afkam. Qani, va kebabni ag'ashatira? Ala. Meni kebablari bak o'xshaydi. Va oddiy bo'g'ini bilan men manzirlik havoliq yeb olgan kechini mishak chaqirdim afkam. Yaxshi. Ala. Bak. Bak abay, telefonda bir jiddiy ish bor degan tursiz. Demişti. Bu ishni tafsiliy so'zlaymi yo bu negizlam deymi? Aka biz o'z o'g'an negizil demamsiz. Bo'ladi doktor. Bunda gapda. Bo'ldi men bir turga dasmi sog'an ukam. U sog'an turdan azroq chatoq chiqdi. Menga azroq ziyon bo'ldi ukam. Men bu ziyon to'lash uchun bankadan azroq pul hal qildim. Lekin buningga yana chiqish qilmadi. Shuningga bo'lsa seni bir azroq pul berib turamki deb chaqirgan tipka. Qancha lozim pul? Hozircha 5 million bo'lsa bo'ldi ukam. 5 million? Ha ukam. Nurg'un xalqlarsini dadasining egiligiga varislik qilib, mushunday ishlarni qilyapti deydi. Amaliyotda undaq emas. Sen dadangning putiga put, qo'liga qo'l bo'lib, şirketning taraqqilishiga nurg'un kuchlarni chiqarding. Nurg'un yaxshi ishlarni qilyapsa, buni men bilaman. Shuning uchun seni bu yerga chaqirib, sendan azroq yordam so'rab chaqirgan temkam. Agar seni qizlik qo'ydigan, sen tayyor qilib qo'ydigan ish bo'lsa, mayli ukam. Men buni boshqani amal qilsam bo'ladi ukam, ha? Bunda qishaka, menda asli bir ishinchi mablag' bor edi. Lekin mush yaqinda Sabah qizning şirketining bir turiga mablag' ajratgandim. Agar qo'shilsangiz, men ash ishlarimni qilganimdan keyin anaki siz qarasam qanday bo'ladi? Bumi bo'ladi, bumi yaxshi yo'qda ukam.
Lekin mush saboningiz mijal sal ta'tir bo'lib qoldi yo'qmi yaqinda. Mush tijoratinglar sal aqlsizlik qilarmi qanday? Voy aka, sizdek qo'lliq uchun batulsa, nimdan siraydim? Bundan bo'lib ketmas. Bo'pti ukam. Qolgan ishlaring bir oldi keyin bir o'ngshalgandan keyin yana lozim bo'lgan vaqtda sizni izlayman ukam. Hozircha qizildigan ish yo'q ukam, ha? Qani, kapala. To'g'ri tushunding akamcha. To'g'ri tushundim ukam. Ala. Men kaplar qilib o'xshatma. O'xshaydi. Yaxshi, men kap yaxshi. Men davomli qilma bu yerga. Men ovosim yaxshi ham-da, transportlasam bo'ladi. Uyutim yaxshi. Amsa siz chiqqach turing. Mening azroq qilgan ishim bor. Qop chiqay, ha? Siz tezroq chiqing, ha? Ha, bo'ldi. Ağina, sana bergen vədiler başlanıp oldu. Biz hazır toy xatağılı keldik. Vədilərinin davamlıq əmrləşidir. Sen xatırcam bol, salamet bol, ha? Qaysi kun degan gaplaringiz chaqchaqdi va bu zot kim u? Aliya, ben size düşünce bergen. Ben size çaqchaqımıdım. O benim ayağım. Ben sizden bir gapni sorayım. Qo'saqdagi balının işi çaqchaqdi, ha? Aliye. Ben bu balını qabul qılamayım. Sizge pul berey. Qanchalik desiniz shunchalik pul berey. Yetmisi yana berey. Lekin bu balını ben qabul qılamayım. Bunun amalı yok. Çoxum amal bor. Çoxum boshqa amal chiqdi. Nima amal chiqdi? To'y qilamiz. Aliye, qarang. Siz ko'rdingiz. Bayağı mening ayolim. Biz to'y xatog'ili keldik. Men boshqa ayol bilan to'y qilolmayman. Bu ishni pul bilan hal qilaylik. Siz qo'lingni chekanga top. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lg'ay. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lg'ay. Amsa men qaytaveray. Boshqa ishlar o'qib qolsa, yana ko'rishamiz. Ma'qul. Haras. Irfan direktor sizga salom aytdi. Rahmat. Salomat olsun. Şirket kurman desem nima qildik debdimi? Bir chiroyli qurib olsam bolam, ha? Shirkatga kelib qoldim. Men o'tasam bo'lamdi yo? Ha, qanday o'ltirganda? Men chaqirib bo'g'ich o'zingizni kelibsiz mana. Chaqirmasam o'zim keldim bolam. Ha, qadroq shirkatingizning ishi yaxshi ketib boramdi.